Toshkent viloyati Angren shahridan o'tgan A373 avtomobil yo'lining 93-kilometrida kecha tunda odam o'limi bilan bog'liq ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Hover rusumli yuk mashinasi haydovchisi harakat vaqtida boshqaruvni yo'qotib, shu yo'nalishdagi boshqa transport vositalari bilan to'qnashib ketgan. Muxbirimiz Dilobar Xoliqova mazkur baxtsiz hodisa tafsilotlarini o'rgandi. Joriy yilning 26-aprel kuni soat taxminan 23:10larda A373 avtomobil yo'lida, ya'ni shu yerda avtohalokat yuz bergan. Yuk mashina haydovchisi harakat vaqtida boshqaruvni yo'qotgan, natijada 4 ta avtotransport vositasi bilan to'qnashib, ayanchli yo'l transport hodisasini sodir etgan. Guldovoy mashinani yuklab olib ketayotganini ko'rdim. Shu oldi buni odam o'tiradigan joyi ezilib ichiga kirib ketgan. Bizga berilgan ma'lumotlarga hamda videolarga qaraganda ushbu yuk mashinasi yengil avtotransport vositasining ustiga qulab tushgan va natijada 2 kishi halok bo'lgan. Cobalt avtomashinasida bo'lgan haydovchi va yo'lovchi voqea joyida vafot etgan. Qolgan transport vositalarida bo'lgan 4 nafar fuqarolar turli darajadagi jarohatlar bilan Angren shahar tibbiyot birlashmasiga olib kelingan. Mana shu 4 ta bemorimizda umumiy qo'shma jarohatlar kuzatilgan. Bularda 3 nafarida bosh miya yopiq shikastlanishi va bosh miya chayqalishi bor. Umurtqa sinishi, qo'l va oyoq qismlarida sinish belgilari kuzatilgan. Hozirda holat yaxshimi? Hozirda bulardan bir nafar ayol kishimizda qorin to'mtoq travmasi oqibatida talog'i yorilgan bo'lganligi uchun splenektomiya operatsiyasidan chiqqan holatda 2 nafar bemorimiz reanimatsiyada, 1 nafar bemorimiz ambulator davolanishga jo'natilgan, 1 nafar bemorimiz stabil holatda bo'limga ko'chirib o'tkazildi. Voqeaning aniq tafsilotlari yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasiga yuzlandik. Mazkur hodisa kecha, ya'ni 26-aprel kuni Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 93-kilometrida soat kecha 23:10lar atrofida sodir bo'lgan. Unga ko'ra, ko'mir mahsulotlari ortilgan Hover rusumli yuk avtomashinasi haydovchisi 30 yoshli fuqaro boshqaruvni yo'qotishi natijasida shu yo'nalishdagi yana 4 nafar transport vositalari bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ushbu hodisani kelib chiqishida sababchi hisoblangan Hover rusumli transport vositasi haydovchisi protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Qayd etish joiz, ushbu yo'lning aynan shu qismida 2025-yilning 7-sentyabr kuni xuddi shunday fojiali avariya yuz bergan va unda 11 kishi halok bo'lib, 9 kishi jarohatlangandi. O'shanda ham yuk mashinasi haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, yo'l transport hodisasini sodir qilgan.